YouTube'da minglab odamlar tashakkur bildirgan, oilaviy byudjetga zarar keltirmaydigan, lekin og'izda erib ketadigan olmali pirog retsepti. Yumshoq margarin yoki sariyog' ustiga shakar va tuxum qo'shamiz. Hammasini birgalikda aralashtiramiz. Keyin esa oldindan elangan unni bir necha qismlarga bo'lib, xamir qilishni boshlaymiz. Albatta, razrixlikni ham unutmaymiz. Xamir plastilinga o'xshashib ketadi. Uni ikki qismga bo'lamiz. Bitta katta va bitta kichkina. 30 daqiqaga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Nachinka uchun olmani qirg'ichdan o'tkazib, yaxshilab suvini siqamiz. Bu juda ham muhim. Keyin esa shakar qo'shamiz va nachinkamiz tayyor. Xamir yoyishni boshlaymiz. Katta xamir yoyayotgan paytimizda xamir kichkina qismi albatta xolodilnikda tursin. Nachinkani solamiz, bir xil qilib hamma yog'iga. Keyin esa kichkina xamirni olib, uni qirg'ichdan o'tkazamiz. Oldindan 180 gradusda qizdirilgan duxovkada 35-40 daqiqa davomida tayyorlanadi. Endi bu duxovkaga ham bog'liq, lekin juda mazali chiqadi.